Assalomu alaykum aziz muxlis. Shov-shuv Uzbek kanalimizga xush kelibsiz. Masha Medved uyda Qachon mana shunaqangi bolalarimizni psixologiyasiga ta'sir qiladigan Chet el multfilmlarini tomosha qilishlari qay darajada to'g'ri va qay darajada noto'g'ri, shuni tahlil qilmoqchi edim. qani O'zbekiston Umuman gapirmaydigan multfilmlar menimcha farzandlarimizni xulq-atvoriga va tilini chiqishiga juda ham salbiy ta'sir o'tkazadi. hammani uyda multfilm ko'rgisi keladi любой bola. Nahotki bizni O'zbekiston betayin seriallarni suratga olguncha, ya'ni qaynotasi kelini bilan yurib ketibdi yoki IELTSdan 7 olmagan kelin, ya'ni olgan kelin nomli kinolar ham chiqibdi o'rtoqlar. Shunaqa filmni olgandan ko'ra yaxshi multfilmlarni kashf qilaylik o'rtoqlar. Jahongir Saribola, Shahzoda Muhammedova, Badriddin va bir nechta blogerlar bizda O'zbekistonimizda katta multfilm yo'q deb murojaat qildinglar. To'g'ri tanbeh, ammo lekin tayyor turinglar. Do'stlar, Sehrlandiya O'zbekiston tarixidagi birinchi to'liq metrajli multfilm. Biz hozir dublaj jarayonidamiz. Multfilm tayyor bo'lish arafasida, premyera yaqin va hozir aynan mana shu multfilmni tomoshabinlarimizga, xalqimizga yetib borish uchun sizlar ham o'zingizlarni hissinglarni qo'sha olasizlarmi yo'qmi? Qani gapirishga gapirdinglar, multfilm yo'q dedinglar. Multfilm bor va u Sehrlandiya. Yaqin kunlarda premyera bo'ladi. Qani kelinglar, o'zingizlarni hissinglarni qo'shinglar va bu O'zbekiston tarixidagi dastlabki to'liq metrajli multfilm. 100% O'zbekistonda tayyorlanyapti. Ko'ramiz qani, kelib ko'ringlarchi. Hech